O'qi. Qattiqroq o'qi. T-O-L. Ota. Ha? Ota. Boshqatdan o'qi. T-O-L. Nima bo'ldi? Ota. Ota bo'ldi. Mana uni o'qi. O'qi, hozir aytaman senga. L-O-L. 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 Nima? Ota. Yana ota bo'ldi. Sabina, menga qara Sabina. Boshqatdan Sabina, men asablarim tugadi. Sabina, boshla. T-O-L. T-O-L. Ota. Endi o'qi. O-T-A. 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 Nima bo'ldi? Ona. Seni bolam, men borku, men doktorlar yashirgan bo'lsa kerak seni. Men tuqqanimda tushib ketgansan sen kallang bilanda. Hozir qara qizim. Bu ota bo'lganda sen endi ona bo'ldingmi bu? Qiz buni toldi ota deb. Ey Xudo, sabr ber menga. Kulmani hazillashmayapti. Men kulsam sen yig'laysan qizim. Yo'q, lekin qilig'ingni qarada, Sabijon. Tol bo'ldi deyapsan, ota desam, otani o'qitsam ona bo'ldi desam, nima deganga? Kulma. Yuqori. Boshqatdan o'qiymiz-ki. Mayli, boshqa joydan o'qiymiz. Mana o'qiyapti. A-L-A. Al-la. Al-la. La. Kulma dedim senga. Kulma. Ona bo'ldi. Yo'q, bular faqat sen meni g'ashimga tegasan qizim. Qanday al-la bo'lyapti? Qanday ona bo'ladi Sabina? Yo'q. Ona bo'ldi. Kulma, Sabi, hazillashmayapman, kulma. Ona bo'ldi. Ona.